Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon kardeşlerim. Sual ve cevap namlı programımızın 9. sani arkalık sizler bilen yeniz görüştük. Bugünkü programımızın aziz mehmini Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği Reis Vekili Ustaz Mahmutcan Damollan programımıza hoş geldi. Vakti çıkarmışsınlar rahmet olsun. Ben Riyasetçi Abdülahad Ucat. Hürmetli kanundaşlar, bugünkü programımızda qarz jarayonidagi pul birligiga munosabatli hukmni degan temada to'xtalib o'tamiz. Hürmetli ustoz, endi bugun bu yuqorida degan temaga kirishdan burun shu yaqinqi bir qancha kundan beri xalqimiz ichida yuz berayotgan shu Turkiyada bo'layotgan bir masalani mendan bir qancha qarindoshlarimiz so'radi. Bu bo'lsin hamda yakında Allah'a şükür Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'ninki bununla kızgın yani ciddi izlenişi bir aydan artık yolmaş arkalık yani bir tümünge yakın aile 15-16 bin kişininki nüfus nümeleri sunuldu hem de bunu Türkiye hükümetine kabul kılıp müşahedemleri Allah halisa nüfus birimizde altın katarlara uçur kirişke başladı. Hemdeki mesele şu yakında hem de bizim içimizden bu işnama ne diyemiz hem de bidiklere ya ki oturdaki çaycılara ne bilsek müşahişten bir pul tekip kalavatkan bir adamla oturup çıkıptı. Muşununga pul berge vaxtida an bu adam pul berip qamatının fotokopyasını berip kısa an bu ağırlıktaki bidikler muşu nüfus müdürlük adamla birleşip kıldıken o vaxtada uçul kıldıken sizin nüfuska vatandaşlığa başvuruş için bana tarafta kasını buldu deydiğen. Bağandın ki yine kayıtlayını bir günge nime kıldıken hem de dosyağını kağıdını tayakıp girip ötkesini bul deydiken. Eğer onda kımğalarının küçük ötüptem de mesela o şahs sunulgan bir kağızlamdan mesela yani bu şu kağıdlarının bulu ötüptü. Bununki İslam'daki hükmü nime? Ağırlıktı şunda bunu kadarlarla kılıp bu tabatkaların dindeki hükmü, ahlaki cihetteki hükmü nime buldu. Sonundan birge savra kılanmay ve bunu ben tız kısam muttalap bunun kendime pul haylap müdahalesinin hükmü nime bu hazırlıkta günümüzdeki ciddi bir mesele bulup kaldık için asaslık programımızı kiriştin bunu müşahede kısaca çöğünü bilip özsüler. Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu meslek qırta bizde köngen yaman deydiğen bir at sözü var. Hoş. Biz vatanimizde özümüzden hakkını alanmağanlığımız için her qandaq işqa pul xərcləb, par verib, onundan keyin haqqımızı elib künəb qalğan bir xalq bolğanlığımız üçün. Xoş. Çünki zalim əslə bizni baş qurman, sen mening fuqarayım degandikən əsl nurgun işini qilish lazım. Lekin o zalim bizning xalqimizning haqqını bəmidi. Bəmiganlikdən xalq normal işligini pul xərcləb künəb qalğan. Xoş. Müş künüp qalğan adetini andan chet elgim ço dese biz söylep çıktık endi. Uzun yıl şunu künüp qalğan boğaşqa. U bolsumu her qanda işimizni bulduğan işnimi pul veriş arqılıq, para veriş arqılıq andan pul verse buluduğan, pul vermese bulmaydıgan muşundaq bir halet şekillenip qaldı. Nurgu geldi. Çetedekilerin bitip koydu. Yani nurgun insanlığa bu parxorluqni pul her qandaq insanga tabii halda çıraylık görünüdü. Her qandaq devletdeki bir hizmetçiga nisbeten bu maaşının uçuq kelgen pul olgandan keyin bunu bunun imani, ahlaki tosmasa
Har qandaq bir xizmatchi odatda pul elishdan qo'l tortmaydi. Shu masalalarning qatoridan budaqi bu xalqimizningki nupusininki necha ming odamning nupusining chiqishi. 4 ming desa keyin 15 ming bo'lib qoldi, bu nereden keldi degan gaplar oldu o'z zamonida. Ya'ni bu 4 ming oila orta hisob bilan har bir oilada 5-6 dan bola bo'lgandan keyin bu son shu 15 ming 16 mingga bordi. Bu boshda normal bo'layotgan, hatto har qanday odam borsa, mush boshda uchur kelgani boshlagan vaqtda har qanday odam berib, mening ismim bormi-ki yo'qmi desa, boshda asl deb bergan bu ishni. Hech qanday cheklim yo'q deb bergan. Deb berib, sen biz xat yo'llaymiz, xat yo'llagan vaqtda andin kelsang bo'ladi deb yo'lga sep qo'ygandan keyin bir qism odamlarning aldirishi, andin uyaga andin bizning vatanda vositchilik qilib pul tepib kinib qolgan, qo'ymuchilik bilan, aldamchilik bilan, qimorvozlik bilan tunilgan ba'zi qo'ymucha mahluqlar uyaga berib, andin o xizmatchiligini nüfus idorasidagi xizmatchiligini buzib, voy sağım bo'lsin, ma'num bo'lsin degandek bir masal chiqarib bu yerda shuning bilan har qanday bir odam 1,5 ming, 2 ming boshlatda uning jiq berganlarmi bormish anlagan gaplar qaraganda pulni bersangiz men sizningki navbatingizni tezlashtirib beraman. Hatta ismingiz chiqmagan bo'lsa, ismingizni chiqarib beraman degandek bunday yolg'on gaplarni qilib, bunga andin bizning xalqimiz odatda o'zining haqqi tusa va aslida keldi hammadanga. Savr qilsa, xuddi bugun pasportni olsa, atlam cho'ng bir ish bo'lib ketirgandek xiyol qilib, shuning bilan bunga shunda 1,5 ming, 2 mingdan pul berib, andin o xizmatchilarmi puldan foydalangandan keyin o'tirdiki vositachilardan keyin bir adam berib, mening ismim bormi-ki yo'qmi desa, deb qo'ymaydigan holat shakllandi. Mana bugungi kun kelib hamda shu pulni berganligiga tezroq uchur kelib, pul bermaganlarga uchur astilab qoldi. Shuning bilan andin xalqimizning ichida nurg'un odam mening chiqqanmidi, chiqmaganmidi degan mush vahima kirib, buni pul berdigan, aldirab uchur kasi bo'ldi, darhol asaq bo'ldi deb aldiraydigan mushundaq bir holat shakllanib qoldi. Bunun hükmü nima desa, bu aslida Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin Er-Rashi vel Murtashi finnar degan hadisi var. Yani par bəgüçi ve ağuçi. Bəgüçi hem ağuçi işkilisi devzakta degan gapim var. Bu adetdeki bir tahdid emas. Devzakta deganlik mushundaq ishni qilish orqali devzak kirsiz degan gapimdir. Meyli elib kiring, meyli berib kiring. Nima uchun desa, bu yerda asli bu ismcho desa, navbat ash qata bo'yicha har bir xizmatchining qo'liga, masalan, ba'zilar voy mening nomerim burunta, palonning nomeri keyinta, uning burun chiqibdi, keyin chiqibdi, ya paloniga uchir kelibdi, mankanmidi. Nima uchun davq qildi desa, men o'ylayman, bu masalan 4 ming, 5 mingdek odam bo'lgandan keyin buni davlat ash nüfus idorasidagi ya 5 ya 10 xizmatchiga varaqni taqib bilan berilgan. Masalan, ma bir xizmatchiga 100 dan tatib ming'ich kelgan bo'lsa, yana bir xizmatchiga 1000 dan 2 ming'cha san mushunda keldim. Hammasi o'z shu vaqtdan boshlab ishlaydi buni. Ishlagandan keyin alqa burun tizimlatgan ya keyin tizimlatgan degan bu ratlar ru'ay qilinmagan asosda qaysi biz xizmatchi obdaraqtirishib xat navbat xitini boshda avassa, shuning bilan bu egizpa so'lab munda keldim. Munda kelgandan keyin hamma odamga aslida bu inshaalloh kiliti. Boshqa bir masalan bo'lmasa ham davlat o'zining xolig'ini qiladi. Biz davlatimiz bo'lmagan ekan nurg'un ishni uqolmaymiz hamda. Ham davlat boshqarib boqmagan ekan uzun yoqa bu davlatni boshqarishning qanday murakkab qiyin ish ekanligini tasavvur qilmaymiz va mandalam qilib bo'lmamdi deb tasavvur qilamiz hamda biz ishlarimizni. Bu shunday bo'lgandan keyin egizpas bo'lib kiliti. Bu parvarish orqali nim kelib chiqadi desa, o'zining qarindoshlariga uning haqqiga tajovuz qilish kelib chiqadi. Asli ismi kelmoqchi bo'lgan navbatdagi bir odamga kelmaydi, qatodiki keyin kelmoqchi bo'lgan bir odamning ismi-chi bu orqali
burun kelishi mumkin. Shuning uchun bu eg'ir bir jinoyat, eg'ir bir gunoh hamda. Aşağıdaki qo'ymichiga olgan pul haram hamda o. Aş qo'ymichininki, o'tirdiki, bidikninki, vositachininki tabiiy holda xizmatchiga berganim haram. Nurg'un adam bugungi kunda haram desa, o gapga alohida rioya qilmaydigan, diqqat qilmaydigan, beparvolik bilan shunda qaraydigan bo'lib qoldi. Hammadan muhimi berguchilarga asla bu bir musibat hamda. Chunki bergan nurg'un yaxshi odamlar bor. Nurg'un adam, obdan odamlar bor. Aslida o'lning zodi chiqdi. Uchir keliti. Lekin mush pulni berish orqali biz vatanda ko'nab qolgan bo'g'ashqa pul berib ish qildirib, bu yerdimi cho desa, mush xatolik sodir bo'layotdi. Alloh hammamizni shu pulni berayotganligimi insof bersin. Amal qilib uni bir ehtiyoj bo'lmasa sadaqa qilsin, mukofotini bunga. Yoki o'zining oilasiga ishlatsin. Xalqning unchalar bir bayashat turmushi yo'q bugungi kunda. Avat tug'an qo'ymichilarmi shu Allohdan hayo qilsin, insonlardan hayo qilsin. Ming bir jafoda, nurg'un qiyinchiliklar bilan xalq erishgan bir alohidlikni, xalq erishgan bir nufusdan iborat chet elda bu insonga nisbatan nihoyat muhim bo'lgan. Bu ne'matni bulg'ab hamda bu bagin selib pulni ham elib mundaq qilishning o'zi bu shu par berish, par elish degan qatorga kirdi. Bakadim baka davzaqqa hukm qilinadigan payg'ambarimizning tili orqali mushundaq bir musibat kelib chiqdi. Shuning uchun bu ishga qarta qilib bo'lganlar tavba qilish lozim. Qilmaganlarcha desa, bundan to'xtash lozim. Berdigan odam bo'lmasa, bedikmi yo'qaydi, yo'qdan pul topadigan ish bo'lmagandan keyin andra xizmatchimi o'zining xizmatini yani joyidacha normal qildi. Bunun qarta demoqchi bo'lmiz. Allah razı olsun ustoz. Endi asosli temamizga kelsak, qarz jarayonidagi pul birligiga aloqador hukmlarga masalalar. Abdu ustoz bu bizningki Sharq ulamolar birligiga batbat shunday masalalar kelib turadi. Shu qarz ilm bilim ishlarida jiq kelishmasliklar bo'lib qoladi hamda. Bunun sebebi belki başta iniq yezishib bir amanat ilm bilim bo'lganligidan qo'l qo'yishib, hamasi munda bo'ldi deb qilmaganlikdan bo'lishi mumkin. Shunday ahvollar yuz berganda bu shariatga qaytishninki ahamiyati nima? Yoki buni qanday hal qilish kerak? Bu savol qartanda har qanday masalada talash tortish bo'lgan vaqtda ikki odam tijorat qilishi mumkin yoki qarz muomala qilishi mumkin yoki meros har qanday bir munosabatda iqtisodiy, moddiy munosabatda insonlar o'rtasida talash tortish bo'lib qolishi bu ehtimolligi nihoyat yuqori. Nurg'un ishlarda talash tortish bo'ladi. Talash tortish bo'lganligi uchun shariat shunga nurg'un mushundaq muomalalarni amal qilib yezish orqali guvohchilarni tortish orqali qilishga alohida buyurgan. Nurg'un vaqtda bu shariatning bu hukmiga amal qilib bo'lanmay, ba'zi yeziqsiz yoki guvohsiz yoki aniq deyishmay mushundaq sodini birlik qiladigan yo sheriklashadigan yoki qarz og'avaga qiladigan mushundaq ishlar hayotimizda uchraydi. Mushundaq ish bo'lgan vaqtda qanday qilish lozim? Agar buni bir kishim karvonmay yoki olimlar deyli yoki sud karvonmay tashlab qo'ysa, bu chaqcho texm bu mushkila texm ashudo jidal texmu ulg'uydi. Xo'sh. Buni tabiiy holda bir hal qilish lozim, chorasini topish lozim. Buni sotqi beray desa, bugungi kunda masalan, sotqi bersa bu ishlar qattiq uzraydi sotda. Masalan, qattiq uzrab nurg'u vaqtdan keyin hukm chiqishi mumkin. Ko'pincha holatda sotning hukmi kishilarning roziligi asosida bo'lmag'achqa, texmo bir xil norozilikni, texm bisiga bo'lgan o'chmanlikni qo'zg'aydi sotning hukmi, lekin amalsiz kishilarcha buni ijro qiladi. Xo'sh. Lekin shariatning hukmiga qaytish cho desa, bundaq masalalarda birinchi bo'lib shariatning hukmiga qaytish Allohning rasulini rozi qiladi. Ikkinchi bo'lib ikki taraf o'rtasidagi talash tortishni yo'qotadi. Ve ikki tarafni nihoyat ko'ngli xursand, rozi bo'lgan asosda bu so'rindan chiqishni tavsiya qiladi. Unda bo'lgandan keyin nurg'un odamlar shariatning hukmi qaytgan vaqtda nurg'un eg'ir musibat, eg'ir jidalga sabab bo'lgan masalalar nihoyat chiroyli uslubda tugaydi.
Şu Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Senin Fervedigarın boğan Allah Subhanahu ve Taala bilen qasam ki aşu müminler haqiqi yaramlık mükemmel mümin bulanmaydı. Öz arasında boğan talış-tartış ziddiyetlerde senden hüküm çıkarışını talep qilmoqchi. Senden hüküm çıkarışını talep qilgandan keyin sen hüküm çıqardın. Şu çıqargan hükmünge qalbidan razılığını ifadelemese, naraz bolsa, bular şu haqiqi mümin bulanmaydı. Razı bulaşningki yo'li nima desa, şeriatning hükmü çıqargan şeriat çıqargan hükümge derhal biz teslim bolduq, razı bolduq deb talash-tartishni yo'qotishning o'zi, jidal majrani yo'qotishning o'zi mana bu razı bo'lganlikning dalili. Shuning uchun tabiiy holda shariat desa, bu shariat hozir har odamning talash-tartish bo'lib qolsa, masalan, har odamga qarta ayrim oyat tushmaydi, ayrim hadis tushmaydi, payg'ambar kelmaydi, Alloh tarafdan vahiy kelmaydi. Bu shariatni ijro qilguvchi, shariatni o'quvchi, bilguchi olimlarcho bu yerda shariatga vakolatan hukmni chiqardi. Mush hukmni chiqargan vaqtda buningga rozi bo'lish lozim. Bo'labmi? Avomning, xalqningki her hükümge qarta bunun delili varmı mesela? Bu Kur'an'dan, hadisden bunun delili nimi deb so'rash haqqi bo'lmaydi. Nima uchun bo'lmaydi desa, Amtaxun bilan Samtaxunning qilgan ayrim bir sherikchilikka yoki bo'lmasa ayrim bir og'vagisiga shariatda ayrim hukm yo'q. Palani bilan pustan jidallashib qolsa, bu masalani manda arib qo'yinglar deb bunda cheksiz doirasi yo'q, cheksiz oyat hadis yo'q. Ayet hadis çeklik. Kur'an'ınki parılları çeklik. Lekin kişilerin cemiyeti payda kıldığan hadisleri çoğu, muamilleri çoğu, algı ve münasebetleri çoğu dese bu çeksiz. Zamanla üçü bilen bu terakki kılıp durdu. Her xil bulap durdu. Onda boğandan keyin alimlar şu şeriatta, Kur'an-ı Kerim'de, Peygamberimizin hadisinde var. Delillerge qarta ve muş delillerge tayinip burunki selef, ümmetinin selefleri, dört mezhep imamları ve onundan başka alimlarınki, müctehid alimlarınki ijtihadi, tirişçanlığı, buların çıkarın yekunleriga qarab, ma mesela manın çoğu yakınken, okşaydiken, şu ma bugün gündeki talışta çıqa, ma hükümünü bəsek buludiken, deb muş asaslı çoğu hüküm çıkırdı. Hüküm çıkarsa bununla razı buluş gerek, razı buluşunun üzü mana bu imanның şartı. Şu Kur'an-ı Kerim'de mi desem, nimi degen desem, لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Ulanın işidin, Kur'an hadisinin hükümünü çıkaralaydıqalla bu meseleni bölüttü. Yani ularda talış-tartış ya bir kıyınçılık, korkunç iş olup kalsa, bu işin derhallam çıkıp cemiyetki teşvik kılmasın, cemiyetin kalayımkan kılmasın, şu alimliğe ekegen bolsa, bula bu meseleninki hel çağrısını, bunun hükmünü çoğu, şula çıkırıp birde de bayan kıygan. Şunun için, yani bir ayette, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Her kandak mümin mümin ayalga Allah Subhanahu ve Taala'nın bir hükmü, ulanın arasında boğan talaşta çıkarta. Allah'ın hükmü bolsa, ulanın talaş ihtiyarı yok. Çokum bula müminlikninki şartı nimo dese şu Allah'ın Resulü'nün hükmüge bula razı bulaş. Tallımaslık dep müşahede buyuruşu mu her bir adamga qarta ayrım Allah'ın Resulü hüküm kılmaydı. Şokun muş Allah'ın Resulü'nün hükmünü düşengen ehlilimle Müslümanlar oturusda, müminler oturusda şu hüküm kurdu. Bu hükümde tallap jümey derhal çoğu bunu boysunuşu, bunu icra kılışı, tırışçallık kılışı mana bu müminninki alameti. Ve hususen biz Şarkı Türkistanlıklar dese komünizmninki zulmüdün, komünizmnin kanunudun. Biz İslam bilen yaşaymiz, İslam hükmü bilen yaşaymiz degen maksatda hicret kılıp çıqqanlar. Bunda olgandan keyin tabii halda biz texmi şeriatning hükmüge yüzümüzün qilgan işlerini maslashtirishimiz, şeriatning hükmünü icra qilishga bütün kuchimiz bilan tirishishimiz bizga texmi vacib hamda. Cemiyetdeki normal adamlar emas biz. Her bir yüzünün devletinde yaşayotgan fasık, uçu buçu manda adamlar emas.
bizning xalqimizning ko'p qismi cho desa, mushu shariatni deb, dinni deb, shariatning hukmini deb chiqqanlar. Unda bo'lgandan keyin bugungi kunda ma'lum bizning zinimizga hukm chiqib qolgan taqdirdimi, biz mumkin iqtisodiy tarafdan ma'lum masalalarda ziyon tortishimiz. Lekin Allohning roziligi, Allohning savobi, mukofoti cho hammadan ustun turish lozim. Xo'sh, Alloh razı olsun ustoz hamda. Hozirgacha yana bizning ulamolar birligiga ko'pincha ahvollarda yana shunday kelishmasliklar bo'lib qolsa kelyapti, lekin ba'zi qarindoshlar ikkisi bir nima qilyapti, tarash qilyapti, jidallashib hatto. Undan keyin a'lamliq deb kelgan ishlarmi bo'ldi. Hamda bu masalani sizning hozirgi so'zlarga qaraganda o'zi bir jidal majro qilyapti emas, darhol shariatga darhol kelish daha yaxshi taxmin yaxshi ekanligi o'tirib qoldi. Ikkinchi savolimiz bo'lsa, ustoz hamda bu kunimizda eng ko'p uchrayotgan bizning ulamolar birligidagi so'ralayotgan masalalardan birisi. Masalan hamda men sizdan bundan 3 yil burun 10 ming TL Türk lirası qarz aldım. O vaqtida dollar hozirgidek emasdi. 3,5 lira turdilar, yaqin minasa bo'lishi mumkin. O vaqtida biz sizlar menga 10 ming TL bersizlar dedim, qaqmay berla. O pul hamda hozirgi kunga vaqtida ben sizlarga ma pulini asa 10 ming TL deb akasam, sizlar qo'yib, yaxshi vaqtida bu pul hamda mesela $3,000, $2,000 binası bitti. Hazır $1,000 bulup kalıdı. Bana bu Türk lirası vermeyi dolar bersizler deb turarlardı. Bu shunday ahvol bo'lib qolganda buni qanday hal qilish kerak hamda masalan menimki sizlarga dollar berishim kerakmi yoki Türk lirasi bersammi buni qabul qilsalar bo'lamdi. Bu misol hamda bu masalaning aniq bo'lishi uchun shunday tushuntirish kerak. Bu haqda qisqacha tushuntirib o'tsangiz. Razı olsun. Bu endi hayotimizda jiq uchraydigan yalnız biz emas, bütün dünyadaki nurg'un musulmonlar duch kelgan. Bular mana Turkiyadagidek dollar igis pas bo'lgan. Buni masalan Suriyaliklar duch keldi, Misrliklar duch keldi. Nurg'un shu qattiq bir eg'ir siyosiy o'zgarish bo'lgan. İqtisadi, siyasi muqimlik yo'qolgan davlatlarning ko'p qismida bu yuz berdi. Yamanda yuz berdi, boshqa nurg'un yerda yuz berdi bu masala. Aslida shariatningki e'tiborga olgan, ma pul deb e'tiborga olgan narsa nima desa, oltin bilan kumush. Xo'sh. Payg'ambarimizning zamonida va keyingi yaqin zamongacha butun dunyoda insonlarning muomalasi tanga tilla deb bu oltin kumush asosida bo'ladi. Bu altın kumush asosi bu asli bunun o'zi pul bo'lg'achqa har qanday bir odam altın kumushdan yasalgan pul bilan muomala qilgan bo'lg'achqa qarz olsin yoki savdo sotiq qilsin, shu qanchalik oltinda qarz olgan bo'lsa, shuni berish, qanchalik kumush qarz olgan bo'lsa, shuni berish yoki malning pulini qancha dirham, qancha tanga deyishgan bo'lsa, shuni berish bu asli shariatdagi hukm mushiti burungi zamonlarda. Burungi zamandaki alimlerimiz bugün yüz berayotgan qog'oz pul masalasi haqida to'xtalmagan. Chunki ularning zamonida qog'oz pul yo'qdi. Xo'sh. Mush tanga, ya'ni kumushdan yasalgan tanga bilan oltindan yasalgan tillacho mush ikki xil pul bordi. Butun dunyoda degidek. Lekin shu zamonlarda masalan kumushning nacharroqida yasalgan yoki oltinning nacharroqida yasalgan mushunda pullar bordi. Olimlarimiz mushunda pullar haqida o'zining shu fikrlarini bayon qilgan. O'zining fiqhiy qarashlarini o'tirib qo'ygan. Masalan, ashundaq joliq nisbati yoki nacharlik nisbati yuqoriroq bir pul bilan muomala qilgan bo'lsa, masalan, 100 tanga bilan keyin qaytuvgan vaqtda qandig'ini qaytirdi. Shu nacharligi uning uchunki notisi oltinning bugungi kundami 24ligi, 22ligi, 21ligi, 18ligi, 14ligi bor. Masalan, qaytuvgan vaqtda qandaqni qaytirdi degan masalalar haqida olimlarimiz shu alohida fikrlarini bayon qilgan. Lekin qog'oz pul masalasiga ular kirmagan, chunki o zamonda yo'q bo'lg'achqa. Ashunda ma'lum bir pul, ashunda sunuq pullar masalan
Tenginin azırak yeri yok. Anda. Sunuq pulla olup kalsa bir adam mesela algıvay kıyga vakitte bunu kanda kılıdı dese nurgulları kaytırıp yuturu. Malını kaytırıp alıdı özünün belene az sunuq pulunu ço kaytırıp yuturu. O pulun ilgisi yak bu sak pultuğu mana mal meninki dep turvalanmaydı. Digen karaşlarını ço oturup koygan alımlarımız. Bugünkü bu mesleki karta muşundak ma'lum bir pulninki devlet o pulni beka qildi. Burungi zamaldan pulni beka qilib, yangidan pul basirgan ishlar bor. Masalan, devlet beka qildi yoki ma'lum bir pulning qiymati haddidan ziyoda beka qilmasam hozirqidek tushib ketdi. Tushib ketdi. Bundaq bo'lsa, olimlarimizning fikri qandaq bo'lgan? Burungi zamonda desa, to'rt mazhabning asosli qarishi, to'rt mazhab olimlarining Imom Malik, İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bu töteylenninki birlik kelgen qarşı her qandaq vaqtda altın qarz algan bolsa bir adam qaytuğa vaqtda altın qaytırdı. Kümüş qarz algan bolsa kümüşni qaytırdı. Her qandaq o'xshibanasi bo'ldi ekan, bunun öz aslini qaytırış lazım. Hatta onun kıymeti qandaq özgürüş olup ketishdan qat'iy nazar. Qiymat qandaq özgürüş olup ketsin, o'xshibanasini qarz muomala qilgan bo'lsa, bunun o'zini qaytirish lazım. Masalan, kiloligini bo'ldigan, jingligini bo'ldigan, metrligini bo'ldigan, har qandaq narsa bo'ldi ekan, buning cho o'z o'xshishini qaytirish lazım. Ado qilgan vaqtda degan fikrni alohida kuchlantirgan, alohida o'tirib qo'ygan. Nima uchun desa, chunki bu haq masalasi. Haq bo'lgandan keyin har odam o'zining haqqini to'liq olish lazım. Uning ustiga bu qarz, masalan, muomalasi ya sodriki nesi, biznasini berish, buning hammasi nima kirdi desa, bir insonninki o'zining yaxshiligi mandaqcha aytganda. Bir odam qarz muomalasi degan bu yaxshilik qilish. Yaxshilik qilgan bir odam bakadan-baka pulning qiymati tushib ketdi deb qarz berguchi ziyon ta'sir bo'lmaydi. Ve şundaqla qarz ağıcı ziyon ta'siri uchun ham bo'lmaydi. Unda bo'lgandan keyin pulninki o'zini qaytirdi. Nima olgan bo'lsa, shuni qaytirdi degan qarashni o'tirib qo'ygan. Bu birinchi qarash. Ikkinchi qarash qaysi desa, Imom Abu Yusuf rahimahullohning qarashi mushundaq pulning qiymatiga, ya'ni pulning qiymatiga o'zgarish kirib qolsa, ma'lum bir pul degan masalan 10 kilo go'sht keldi ekan, masalan 500 tiliga et qupab 10 kilo go'sht kelmaydigan 6 kilo go'sht keladigan bo'lib qopti. 500 tiliga. Bunda bo'lib qolsa shu qanday qiladi desa, Imom Abu Yusuf rahimahulloh ash pulning qiymatini berdi. Ya'ni bugungi kunda qancha pulga 10 kilo go'sht kelsa, shu pulni qaytirdi. Biz 500 TL degan masala haqida to'xtalmaymiz. Uni kirmaymiz, balki qancha pulga 10 kilo go'sht kelsa, shu pulni qaytirgan vaqtda deb bu fatvoni bergan imom, ya'ni Hanafiy mazhabidagi asosli fatvochi mush bo'lgan. Ya'ni pulninki zodi qiymatini berish. Ay pulda o'zgarish bo'ldi ekan, igizbasilik bo'ldi ekan, har qanday vaqtda pulning shu qiymatini berish. Masalan, qiymatini berish olsa qanday? Qiymatini berish deganimiz, masalan biz 10 ming TL 3 yildan oldin muomala qilgan. 3 yildan oldida 10 ming TL pulga 30 gram altın kiliti. 30 gram altın kiliti. Bugün kindi kilemdi dese elbette kelmaydi. Bugün 10 ming TL'ni qaytırgan adam qanday qilish kerak desa, Abu Yusuf rahimahullohning qarashi bo'yicha, aş 30 gram altın qancha pul kelsa bugungi kunda şu pulni berish lazım. Bugungi kunda mesela 15 ming TL'ga kelishi mumkin. 30 gram altın yoki 14 ming kelishi mumkin. Qiymatini berdi deganlik mushamdi. Yani bozorlik asos mesela 10 ming olsun, 5 ming olsun mesela qanchalik pulga altın asosamdi bu yerda? Altın asas, altın qanchalik pulga kelsa, keyingi qarzni qaytuga vaqtda shuni berdi. 10 ming degan bilan to'xtamaymiz, balki 14 mingni berishi mumkin yoki 15 mingni berishi mumkin degan qarashni o'tirib qo'ygan imom fatva Hanafiy mazhabida shu mushamdi. Üçüncü qarash qaysi
desa İmam Malikninki meşhur bir qarşı ekan bu İmam Maliki mezhepten. Eğer puldaki özgürüş haddidan ziyade yuqur bo'lgan bo'lsa, ya'ni pul paxallığı yuz bergan bo'lsa, bu chaqda qimmatini qaytirdi. Eğer özgürüş oddiy bo'lgan bo'lsa, yengil bo'lgan bo'lsa, ya'ni pul paxallığı yengil bo'lgan bo'lsa, bu vaqt shu desa aslini pulning aslini qaytirdi. Jiqpaqatmagan bo'lsa degan. Ondan bu haddidan ziyade özgürüşninki yoki azroq özgürüşninki bir o'lchimi bo'lish kerak. Bu ölçümü nima desa 3'ten biri. Yani mesela burun $100 350 TL o'tdi. 350 TL bo'ldi 2015'da. 2015'da. Bu şu 350'nin 3'ten biri 100 neç TL bo'ldi bugungi kunda. 115 TL, 117 TL bo'ldi ekan. 3'ten birden eşip ketdi. Mesela hazır onundan eşip ketdi. Mesela 120 TL desek, bu 120 TL'den eşip ketken bo'lsa, dollarning qimmati. Buni itibarga ağını bulduğan haddidan ziyade pahallık deymiz. Eğer bunun tüven bo'lsa şu desa, 50-60 TL üsepto. Bu vaqtda onda bunda olgan bo'lsa buni e'tibor olmaymiz. Ha, agar bunda olgan bo'lsa, yana qimmatga qaytamiz demak. Qimmati ya oltin birish kerak ya dollar birish. Ha, shu pulninki asli qimmatiga qaytsak ya altın bilan o'lchaymiz ham buni, yoki dollar bilan berish lozim. Xo'sh. Ondan bugungi bu yuqoridagi 3 xil qarash ma Saudiyadagi rabitaga tava bo'lgan islom fiqh birlik tashkilotininki bu vaqtdagi fatvosi nima desa, bu masalada agar ikki taraf kelishib biz 10 ming TL muomala qilgandik. Sizlar masalan men 10 ming TL rozi bo'lib bugungi kunda 10 ming TL ekkagan bo'lsa 10 ming TLni oson bo'laverdi. Maylamda yaxshilik qilaman deb qilgan buning mukofotini men oldim. Yoki o odam dollar saqlamay turklar saqlaydigan odam bo'lib qolsa, bankrot qilgan bo'lsa, men turkda bo'lib. Masalan, qaysi sababdan men rozi bo'lsam masala yo'q. Lekin rozi bo'lmadik endi. Talishib qoldik. Talishib qolgan vaqtda bu talishish masalan biz bu qarz ilm birim qilgan vaqtda sizlar bitishmaganda hamda. Bitishmagan. 10 ming degan 10 mingni bergan. Ammo hozir sizlarniki ziyon sizlarga egri kelib, yo'q mana shu dollar olaman deb turiblar. Bunda vaqtda bu masala kelib chiqdi. Lekin biz bitishib olsak o vaqtda uçakda bu mesele kelib chiqmaydi. Aniq deyishgan bo'lsak, yana shu vaqtda ham ba'zi shu o'zgarish paxallik yani o'z loyiqida bo'lsa, agar haddidan ziyoda masalan Suriyada bularni silingan bir qara vaqtida hozir masalan biz bitishdik o'z vaqtida masalan hammasini TL oldim, TL berma deb oldim. Yoki sizlar menga diller şu vaqtida hamsi shu dollar berishdi men tamam dedim. Endi qo'pab hozir men yo'q bu bakni bo'lib ketdi, dollarni men topolmaydi ekanman. Hozir menda qimmashib ketdi. Hammasi nada chiqdi bu masala desam, o'sha talashda tushganda. Agar talashda tushmay burun deyishgan bo'yicha ya deyishmagan taqdirdimi, shu 10 ming TL muomala 10 ming TL qilgan degan mujna qildingiz bu akaglik. Bu savob yaxshi ish, buning da masala yo'q. Lekin talash tartishuvlar qozining oldiga bordik. Bu vaqtda qanday qilish lozim qozi bu masalaga qarta desa, ma keyingi Majmu'ul Fiqh Islamiyning bu masalaga bergan fatvosi nima desa, agar bu shundaq bir pulning qimmatining o'zgarishi bilan, ya'ni pul paxalliqining yuz berishi bilan, mal bahosining haddidan ziyod eshishi bilan, bu shunda iqtisodiy og'vaga qiyganlar qazo xonimiga azi qilsa, qozining haqqining qatoridan bu yerdagi haq va mas'uliyatni taqtish. Yani bunu bir o'zgartish paydo qilish qozining haqqi. O'tirda ikkisini kelishtirib, so'lashib, ikkisini kelishtirib, masalan, burungi zamonda 10 ming TL masalan 2 ming dollar bo'ldi deylar. Masalan. Bugungi kunda cho desa 1000 dollar oldi. Yani 120 dollar. 1200 dollar hamda. 1200 dollar. 1200 dollardek pul oldu hamda. Mujna bansa ozgina vaqtda 1200 dollar pul oldu. Mujna bo'ldi, bu yerda qanchalik ziyon chiqdi desa 800 dollar ziyon chiqdi hamda. Bu 800 dollar ziyonni
qanday qilish lozim desa, qozining haqqi deydi. Ayzi qilgan vaqtda. Qozining haqqi bu ziyonni ikki tarafga tang chechib, ya'ni qazni bagichi, qazni og'ichiga. Ikkilisiga siz qazni berib Allohdan savob mukofot umid qilib bergandingiz. Unda bo'lgandan keyin sizga bu ziyon keldi. Buning siz chidishingiz lozim, savobni Allohdan kutishingiz lozim. Siz 10 ming tilini o'z vaqtida olgandingiz, buningga ya to'y qildingiz yoki muhim o'zingizning nurg'un qilishga tegishli ishni qilib oldingiz. Qilib olgandan keyin mana endi siz 10 ming tili olgandan keyin 10 mingni beraman demay, qarz berib turgan odamni unchalar $800 ziyon uchratmay, balki siz jo $400 ziyonni sizni ko'tirsiz deb qozi mushundaq ikki tarafni sulh qilib mush shaklda arib qo'ysa bo'ladi deb bu Majmuul Fiqh Islomiy bu fatvoni bergan. Hatta bu ittifoq, masalan, boshqa ittifoq qilingan bo'lsa ikki taraf, masalan, deyishib bo'lsa-mu, lekin keyin va'dasi tu'mabdi. Ikki tarafning birisi va'da tu'mabdi, bu mush chataq chiqibdi. Chataq chiqqan vaqtda qozi mushundaq bu hamda gunohkor bo'ladi. Qarz beruvchi ayında deyishib turib, chunki bu shartlashgan shartga xilovlik qildi. Shartlashgan shartda tu'midi, o'zining va'dasi tu'midi. Va'dasi tu'maganlikqa u gunohkor bo'lish ayrim masala. Xo'sh. Lekin bunda pul taxalligi yuz bergan vaqtda azi qilib, men bu ziyonni bak tatib ketdim, deyish haqqi bormi yo'qmi? Desa, o'sha bugungi nimada haqqi bor demoqchimdim. Bu to'rt xil qarashimda. Buning qarta qanday muomala qilish lozim? Bu hozir olimlarning qarashini bayon qildik. Mazhablarning qarashini bayon qildik. Biz savolning beshiga borsak hamda sizga ayna bir masala keldi o'limalarga. Buni qanday ayiramiz? Desa, mushu mazhablarningki qarashlari bilan shu umumisi bilan foydalanish mumkin. Buningki ash so'rg'ichining ahvoli qarata ma'lum bir qarashini tanlab fatvo berish lozim. Masalan, birinchi bir odam 10 ming TL men sizdan oldim. Men bu pulni o'zimning qattiq hayotim uchun ehtiyojli bo'lgan bir ish ishlatdim. Hayotim uchun ishlatib tugitib oldim buni. Yeyish ishlatdim, kiyish ishlatdim, ya bir uyda o'ltirishga ishlatdim. Bu inson uchun uyning ijarasini berishga ishlatdim. Bo'lmasa uyning ijarasini bermasam sirtda qolaman. Bunu men xərclab tugitib oldum. Yani zürriyet qatarib kirdigan ishlarni ishlatdim. Zürriyet bo'lgan ishni ishlatdim. Bunda bo'lgan bo'lsa desa, biz shu burunqi 4 mazhabning qarashi bilan buni fatvo berib, bu adam bu olgan pulni o'zining hayotini qo'g'dash uchun bir zarur bo'lgan yeyishi ya ichishi ya o'ltirish uchun ishlatibdi. Buni tugitibdi. Tugabdi bu pul. Xususan qazni og'uchi kambag'al bo'lsa. Tek pul tapmaptı, bayamasken. İhtiyacı yani şuna eğir bakken. Bunda okupasyon dese, 4 mezhebinin fatvası veren, siz uşkını talep kılman demem, 10 ming TL'ni berdi bu adam. 10 ming TL'nin uşkını siz talep kılman, de fatva birimiz bununla. Eğer o 10 ming TL'ni haydab bulaptı, hazır kıldığımı fakat pul yokken, bileydisini işlep beriş gerek halette bolsa. Aslında eğer halette bolsa. Bunu özünün hayatını qoğdaş üçünlap işletipti bunu. Sayahat kılış işletmepti, bir şey berip kiliş işletmepti, ya bir maşin alıp müneydep onunla işletip etmepti. Mesela hayatta zürür, bommusun bommaydıgan neslige bunu işletmepti. Özünün hayatını mağduruş için işletipti. Ve şundakla hem kambag'alkan. Bunda bo'lsa desa, bu adam cho'qim pulning asli 4 mazhabning qarashi bo'yicha qanchalik olgan bo'lsa, shuni qaytarishi lozim. Shuni qaytarsin deymiz, qazni bergichimicho buning yaxshilik qilish uchun bergan ekan bu odamga. Tabiiy holda buningdan yo'q sen jiq bertang, bugun bun $2000 bo'ldi, hozir $1200 bo'lib qoladi deb turib olmay, Allah razı olsun. Muş işimni qarta Allah subhanahu ve taala ço ma mukafat bira. Çünkü Peygamberimiz hadiste men farraca an muslimin kurbeten min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyame. Her qandaq bir musulman, özünün bir musulman qarindishini dunyodagi bir qiyinchilikdan qutqizib qo'ygan bo'lsa, Allah qiyomat kunidagi qiyinchilikdan bu qutqazguvchini qutqizadi dedi. Unda bo'lgandan keyin bir musulmonninki ödün quruq qilishi, yemek içmeksiz qilishi, yalang'och qilishi bu qutqizishga tegishli mas'uliyat.
Unda bo'lgandan keyin bunda bir ishga hassa qo'shgandan keyin buningga yaxshilik qilgandan keyin bu odam uchun o'zining mukofotini Allohdan kutib, tamam, men bu pulim bo'lgan bo'lsin, men bir tijorat qilsam ziyon tortishim mumkin-da, tushib qolishim mumkin-da, hammasi mumkin hamda hayotda. Lekin men odamga qarz berib turibdiman, bu odam foydalanyapti, shu pulimning aslisi qanchalik bo'lgan bo'lsa, shuni bersin deb muomala qilsa, bu ash odamga eng loyiq bo'lgan ham Alloh subhanahu va taolodan mukofotini kutgan bir masala. Biz ashundaq fatvo berimiz, kelib qolsa, anlagan odam mushu asosda muomala qilish uchun bo'laverdi. Ya'ni mushu fatvoni anlagan odam o'zining ahvoli herhalde normal bo'lsa, qarz berguchininki, qarzni olguchi ahvoli yanla xarob bo'lgan bo'lsa, pul demanda o'zgarish bo'lgan deb buni surishti qilib yurmay, o'zining puli qanchalik bo'lgan bo'lsa, 10 ming TL bo'lgan bo'lsa, 10 ming, 5 ming bo'lsa, 5 ming mushuning uchun elishi lozim. Xo'sh. Ikkinchi, men 10 ming TLni o'zimninki hayoti uchun emas. Kiyimim, yemek içmikim, uyum uchun emas, tijorat qilish uchun oldim. Pul tepish uchun oldim. Yoki qaysi bir shaxs mushunda pul tepish uchun oldi. Bunda alim buningda pul topdi. Pul topdi, Alloh qilayotgan ishiga barakat berdi. Bunda bo'lgan bo'lsa, desa, Abu Yusuf rahimahullohning fatvosini elib, bu odamning ahvoli yaxshi bo'lgandan keyin siz bu pulni elib pul topdingiz. Alloh mush pulning sababi bilan sizning qilayotgan ishingizga barakat berdi. Bugungi kunda men 10 mingni qaytaraman desangiz, pulni bergichi bu yerda $800 pulni ziyon tortadi. Shuning uchun siz qimmatini bering. Ya'ni 10 ming dollarga 30 gram oltin keldi buron. Shu 30 gram oltin bugungi kunda qancha pulga kelsa, shuni bering deb bu hukmni qilish lozim. Yoki siz dollar birim deb olgan dollar bering. Ya dollar bering. Masalan, dollar beraman deb olmagan bo'lsa-mu, siz dollar bering. Chunki pulning qimmati hozir 3 dan 2 kassa bo'lib ketdi. Hatto 2 kassa ishib ketdi desak bo'ldi. 8 kassa ishib ketdi desak bo'ldi-da. 3 dan 1 emas hamda. 50%-ni ishib ketdi hamda. Unda bo'lgandan keyin siz dollar bering deb bu hukmni qilishimiz lozim ve musulmonlar o'z orasida bunday muomala qilgan bo'lsa, hele bu 10 ming TLni elib pul topgan odammi, yo'q men 10 ming TL berma, sen 10 ming TLni olgan deb turolmay, balki qanday qilish lozim desa, shu burun qanchalik oltin kelsa shu pulga bugungi kunda shuni berish lozim yoki dollar berish lozim. Chunki dollar oltinga o'xshash menayotgan bir pul hamda. Qimmatida o'zgarish bo'lmaydigan. Bu ishkili qarashqa kemmidem ikki taraf. Yuqoridagi ikki qarash kemmidi. Buning ishkilisining avval tuvan deylamdi. Qazni og'ichi pulni xajlab bo'ldi. Bagichi mun kambag'al bo'lib, bechora bo'lib qoldi. Uning puli yo'q. Ahvoli nachar. Ishkilisining ahvoli nachar. Bundaq bo'lgan sharoit ostida qanday qilish lozim desa, ashma Majmu'ul Fiqh Islomiy, Islom fatvo birligi bergan fatvoga qaytib ulamalar birligi kelsin yoki qaysi bir olim bo'lsin, masalan, ikki tarafga ma ziyonni tang ishkilinglar, qiyinchilik ekansizlar. Bu pulni xajlab tugitib bo'pti, unda bo'lgandan keyin ma pulni xajligi uchunmi tabiatda hozir qaytara olmaydi uni. Siz bergichingmi burun avval yaxshi ekan, hozir nachar bo'lib qoldi, hozir kambag'al bo'lib qoldi, bechora bo'lib qoldi. Burun zakat yurdigan odam ekan, hozir zakat qilay bo'lib qoldi. Bunda bo'lgandan keyin og'ish odamning avvali yana xarob ekanimda. Buning qanday bo'lgan bo'lsa, olgan pulni xajlab tugitib bo'pti. Bugungi kundami qiyinchilik shu o'z piti bakin. Unda bo'lgandan keyin bu ikki tarafga bo'lgan ziyonni bo'lib yerimdan agar qazni og'uchi yo'q, ma qarindishim menga kuni yaxshi vaqtda iqtisodiy ba vaqtda yordam qilganda men bunga zodi pul tepib qimmatini berman desmayli. Aning haqqini qaytarishda qimmatini berman desmayli. Uningda hech qanday masala yo'q. Aysh odamga bu katta bir mukofotga, ajriga sabab bo'lgan ish. Lekin qimmatini berishga buning qudrati yetmaydi ekan. Pat yaqinda o'zining unda pul tepishiga ishonchim yo'q ekan. Bu shunday bo'lgan sharoit ostida cho desa, cho'qim bu tirishish lozim pulni qaytarish uchun. Bu ziyonni, masalan, 10 ming TLda $800 ziyon bo'lgan bo'lsa, bu $800 ni ikki tarafga 400 dan bo'lib, bularcho ammo $400 ga kanchillik qilib 10 ming TLni olgandim deb turib olmay, $400 ni qo'shib berish lozim.
qarshi tarafmi yaxshilik qilgan ekan endi men savobni umid qilib qazi yurib turgandan keyin men bu qolgan haqqimdan voz kechay, qimmatini 30 gram oltin talab qilmay, 20 gram oltinning pulini bas yetamanga deb bunga sabr qilish lozim. Olimlarimiz nima uchun masalan bu masalada shundaq burunqi va bugungi ijtihod qilib shundaq hukmlarni chiqargan desa, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda necha oyatda adolat bilan muomala qilishni buyurgan ekan. Umumiy sizlar o'zaro bo'lsin, hatto o'zingizning dushmaniga bo'lsin adolat bilan muomala qilinglar degan islomning prinsipi bu. Adolat eng buyuk prinsiplarning biri. I'diluhu va aqrabu lit-taqwa. Taqvodorlikqa eng yaqin ish nima desa adolat. Yana bir oyatda wala tabkhasun nas ashyaahum. Sizlar kishilarningki mol dunyosini qimmatini tuvallatib etmanglar degan. Qimmatini tuvallatib etmanglar deganlik bu qaziga salsak masalan 10 ming TL muomala qilgan vaqtimizda 3 yilning oldin buning 30 gram pul 30 gram oltin keldi. Bugungi kunda qo'pab men yana sharoitim bor turib, qo'limda pulim bor turib 10 ming TL berman va uningda o'shiqni bermayman desam, men oyatning hukmi xilof endi. Sizlar 30 gram oltin keldigan pulni buning qimmatini tuvallatib qanday qilgan bo'laman desa, haq tajovuz qilgan bo'laman. Bu oyat va uning boshqa va uful kayla val mizara bil qist. Sizlar bu shundaq jing'ligan vaqtda, kamchilligan vaqtda nihoyat mukammal, to'liq adolatni maqsad qilib turib muomala qilinglar. To'liq beringlar degan ma oyatga bu zid. Agar har odam voy men burun 10 koy bergandim ya 10 ming TL bergandim ya 10 ming so'm bergandim masalan deb mandaq turvas shu desa, nurg'un shariatning umumiy qoida prinsiplariga zid keladi. Zid kelganligi uchun huquqlarningki o'z joyiga tegishi va shundaqli kishilar o'tirisida qarz bu shundaq munosabatlarningki davomlashishi uchun olimlarimiz shu ijtihod qilib, shu yuqorida bayon qilingan hukmlarni bergan. Shundaq hukm qilmagan vaqtda bugungi kunga kerak shu nurg'un odamlar qarz muomalasi qilmaydigan, pulsiz bermaydigan hali shakllandi. Hozir hech kishimga voy men 10 ming TL pul yurib tursa desa TL vermaydi. Ya dollar vermayman. Agar berib turay deb qolsa dollar vermaydi deydi, TL bermaydi. Nima uchun desa, bu dollar shunda egizpas ulab, TL egizpas ulab qimmatini yo'qotayotgandan keyin, paxallik yuz berayotgandan keyin bugun 1000 dollarga 8 ming kelgan bo'lsa, masalan 8 ming TL at qo'pab 10 ming TL kelib qolishi mumkin. Bu shunda bo'lgandan keyin kishilar o'zlari birisi-birisiga yaxshilik qilishi, qarz berib turishi bu nihoyat azlab ketdi jamiyatimizda. Bu mush azlab ketishninki chunki qarzning mukofotining ne kadar yuqorligini biz oldingi darslarda deb o'tdik, oldingi suhbatimizda. Bu shundaq yaxshilikdan og'uchi, berguchi mahrum qolmaslik uchun kishilarning mol mulki, kishilarning iqtisodiy qo'g'dalsa, bularning iqtisodning qimmati tushirilmasa, bu chog'da kishilar chu yana qo'rqmay, ansirmay birisi-birisiga qarz berib tura oladi, muomala qila oladi. Unda bo'lmaganda chu desa, jahillik qilib yoki mujdalam pulni olib tutib olsa masalan, bermasa, qimmatini yo'q deb olsa, keyin chu qarz olsin bermaydigan, o'zaro birisi-birisiga rahim qilish, ojizlarga kuyinishmi insonlar hayotida, musulmonlar hayotida yo'qolib ketgan holat shakllandi. Shuning uchun bugungi kunda mayli bu Saudiyadagi islom fiqhi bo'lsin, mayli Suriya olimlar birligi bo'lsin, nurg'un mushuq egizpas urushning sababidan, siyosiy o'zgarishning sababidan pulning qimmatini o'zgarish bo'lgan davlatlardagi islomiy hay'at tashkilotlar, islom olimlari bu yuqoridagi fatvoni bergan. Bizmi shunga amal qilib mansaq dunyoning har qaysi yerlarda bu bizning dunyo va oxiratligimiz uchun foydali. Rahmat tamam, Allah razı olsun. Endi vaqtni bir yerga berib qoldi. Yani qisqa bir şekilde şu qarz berguvchi va qarz olg'uvchilar rioya qilishlik axloq va qaysi yani? Buni bir qisqacha tushunib berasizlar. Birinchi o'ylab qarz berguvchi rioya qilishga tegishlik qarz berguvchiga munosabatlik axloq nima desa, birinchi o'ylab o'zining melini ehtiyojli eg'ir kunda qolgan kishilarga qarz subtira berib turish. Qarz subtira berib turish mana bu mush berib to'g'ichiga nisbatan ajoyib cho'ng savob mukofotidir. Nurg'un hadislarda yuqorida man farraja an mu'minin va undan boshqa
hatta senede biraz mesele var degan hadislerden inna lillahi ibadan ihtassahum li naf'in nas. Allah subhanahu ve ta'ala'nın bir kısım bendileri var. Allah ularni bendilerge, kişilerge payda yetkizish uchun muyna xas qilib qo'ygan odamni o. Debçu alahida fakat başkalarına payda yetkizaleydigan bendilerini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu alahida maqtıgan. Bunundan başka her qandaq bir adam bir musulmanın hacını ada qilish İbn Abbas'ın sözü Peygamberimizin mescidine manşilek itikaf qilgandan afzal degan. Nurgun bunun qiziqtirishlar şu bak. Unda bo'lgandan keyin birinchi bo'lib zaman u bo'lib ketdi, bu bo'lib ketdi demay, eg'ir kunni qolib qolgan vaqtda qarz berib turishga erishman bo'lish. Ikkinchi bo'lib qarzlarga fursat berish. Ya'ni pul olgan odamga, xususan bu odam pul topolmayotgan bo'lsa, qiyinchilikda bo'lgan bo'lsa, buning uchun vaqtni uzartib berish. Vaqtni uzartib berish nima uchun desa, Alloh subhanahu va taolo fa in kana zu usratin fa naziratun ila maysara. Agar qarzni oluvchi qiyinchilikda bo'lgan bo'lsa, pul topolmagan bo'lsa, qo'lda biznesi bo'lmagan bo'lsa, buning muhlat beringlar deb buyurgan. Bu buyruqcha amal qilish lozim. Voy vaqt to'shdi biz 1 yil degan yo 6 oy degan pulni bersan zodi deb uningdan yoqisini olmay, balki bunga fursat berish, vaqtni uzaltib berish, qarz bergichi rioya qilish tegishlik ikkinchi adab. Uchinchisi desa, qarzning bir qismini hiba qilib, hadiya qilib berib o'tish. Qarz oluvchiga masalan 10 ming tilida 3 mingni bo'ldi sizlarga berib o'tdim. 7 mingni qaytarib asla. Deyish. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem talashda bo'lgan vaqtda ikki sahaba o'tirisda qarz masalasida qarz egisini ba anhu degan. Sen onu ma'lum shu ütüvet degan. Ütüvet deb buyurgan vaqtda sahaba shu ütüvet ekan. Unda bo'lgandan keyin Qur'oni Karimda shuni nima deydi desa, "Va anta tasaddaqu khayrul lakum in kuntum ta'lamun." Agar sadaq qilib o'tishinglar, berishinglar sizlar uchun bu yaxshi degan. Qarzning bir qismini amaldan qoldirish, o'tish bu 3-chi rioya qilish tegishlik qarzlarga munosabatli, qarz oluvchiga nisbatan munosabatli adab. 4-chi desa, agar imkoniyati bo'lsa, sharoiti bo'lsa, qo'lda iqtisodi bo'lsa, qarzni umumyuzlik o'tish. Umumyuzlik bo'ldi. 10 ming TL yo 5 ming TL pulda Alloh rozi uchun pulni men sizdan o'tib etdim. Deyishning o'zi mana bu adabning texnikasi. Agar mushunga sharoiti bor, iqtisodi bor odam buningga rioya qilish lozim. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam Imom Ahmad rahimahulloh bayon qilgan bir hadisda, "Men arada an tustajaba lahu da'watuhu va an tukshafa kurbatuhu falyufarrij an mu'sir." Qandaq bir odam qiyinchilik uning duosining ijobat bo'lishini xohlasa, ya'ni Alloh qilgan duoyim ijobat bo'lsin desa, qiyinchilikdan qutulishni xohlasa, bu odam nima qilsin desa, mushunda qiyinchilik qilib qolgan qarzdorni qutqizib qo'ysin. Buningdan o'tib etsin. Yoki imkoniyati bo'lsa, uni berib etsin. Ya'ni boshqadan qarz bo'lsa, bir baydan biz berib o'tib uni qutuldirib qo'yishning o'zi mana bu ajoyib katta ish. Bo'lib muntaq zakatini berib qutqizib etsin bo'ldimni. Qarzdorni zakatini berish orqali qarzdan qutqizib etsin burdi. Bu yerda deb qo'yish tegishli bir masala. O'zi qarz olgan pulni zakat qilsa o'lis bo'ladi, bo'lmamdi desa, uni ko'p olimlarimiz bo'lmaydi deb qaraydi. Chunki olinmagan pul. Olinmagan pul bo'lgandan keyin uni zakat qilsa o'lis bo'lmaydi. Uni elishqitirish lozim, yo ashna afu qilish lozim. Yoki u qarzdorga boshqa bir odam pul bersa hamda orqaliqcha o'zining pulini elish lozim. Boshqalarningki qarzdorga pulni berib o'tishi durust, jumhurning qarashida zakat durust bo'ladi qarzdorga. Lekin o'zi qarz bergan pulni o'tibasi bo'lamdi, bo'lmamdi desa, jumhur olimlar buni durust emas deydi. Bugungi zamondagi bir qism olimlardan buni durust deganlarmi ham bor. Özrü nima deydi? Buni shu mushunda masalaga duch kelgan odamga qarta, ahvoli qarta andan fatvo bersak bo'ldi. Umumyuzlik fatvo bersak bo'lmaydi bu masala. Bu yuqoridagi 4 turlik adab axloq mush qarz berguchiga munosabatlik. Endi bu qarz og'uchi, men sizdan qarz oldim masalan. Ya
kim yana birisinin qarz aldı? Qarz ağıcı ruay qilishlik tegishlik adab axloq nima desa? Shariat yuqorida deyilgandek qarz berish qiziq to'g'an, qarz berishninki savobining ne kadar katta ekanligini bayon qilgan bo'lsa bir tarafdan, yana bir tarafdan shu qarz ilishdan ogohlantirgan. Birinchi ulab qarz ağıcı ruay qilishlik tegishlik prinsip nima desa? Amal qilib qarzdan yiroq turish. Amal qilib qarz olmaslik. O'zi qilinmaydigan cho'ng ishlarga mablag' solib kirib qolmaslik. Bunda cho'ng ish kirib qolgandan keyin u unimiz unmay qarzdor bo'lib qolgan ish bo'ldi. Qarz elishga majbur bo'ldi ishni davomlashtirish uchun. Shuning uchun shariatchi amal qilib qarz olmaslik qiziqtirdi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadisda yughfaru lish-shahidi kullu shay illa ad-dayn. Shahidning har qanday gunohi afv qilindi, lekin qarzchi afv qilinmaydi degan. Demek bu qarz ait ig'ir bir mesele. İnsana nisbeten Peygamberimiz yani bir hadiste bu kündüzde xorluq, akşamüçü gam kaygı degan. Kündüzde xor yaşaydı, beçarlık bilen yaşaydı, akşamı gam kaygı qandaq ütemi bu qarzni deydi. Hatta sahabildin ve nurgun vakalikli varken qarzning sebebinden qarzın söylep kelgan vaqt keçivelep sahabi turup sahabının zamanında şundaq iş yüz berip ekan. Keçivelep öy kelip bamo dese öyle yok deb cevap berip andın kichik bal chiqib qolsa bamite bamu dadang desa öyle batı seninki kelganligingni anglaplam anamninki kiyim tiqadigan bir yeri kirib oldi desa voy men aldım sening öyle ekanligingni chiqmayanga degandan keyin chiqqandan keyin nima deb men unda qochsam desa şunu olam men senden hazır yerimde pul yok. Beremeymen. Sana va'da qilsam o va'da qilovlik qilishdan falan vaqt bermen deb va'da qilsam va'da qilovlik qilishdan qo'rqayman, ansirayman. Shu mukvaldim desa Allohi. Allah bilan qasam qilib men buyna qiyinchilik demsan degandan keyin ha qiyinchilik deyman. Desa emas ütib etdim men senden qazni. Deb hatta qaz yozgan hujjatni shu yerda uchirab shunday qilgan ahvollar şu sahabilning zamanında yüz berip ekan. Tabii halde bugün şu elbette yüz berdi. Telefonu taqib oldigan gap, olmaydigan gap, nurgun ishlar şu qarzdor bo'lib qolganlik sababdan bu qarzdor bo'lib qolgan odam erkin yurolmaydi. Rahat parag'at bordigan yerga borolmaydi. Shuning uchun shariat odatda şu qarzni olmaslik qiziqtirdi. Yani bir hadisda Abu Davud o'zining Sunan kitabida bayon qilgan inna a'zama az-zunubi 'indallahi azza wa jalla ay yalqahu biha 'abdun ba'da al-kaba'ir ay yamuta rajulun wa 'alayhi dayn la yajidu al-wafa la yajidu li daynihi wafa'an. Günah kabirlardan kiyinlam turdigan eng ig'ir gunoh qaysi desa bir odamning qarz elishi. Qarz elib u odam o'lib ketdi, qarzini qaytaramay. O qarzni qaytarishga varislarning o qarzni qaytargudek bir narsasi yo'q. Vafo qilishga bir narsasi yo'q. Mushundaq holatda o'lib ketish bu eng cho'ng gunoh degan. Asli qarz elish durustda. Mubah ishda qarz og'uchiga nisbatan, bagichiga nisbatan mustahab sunnat ishda, og'uchiga nisbatan mubah ishda. Lekin buning oqibatining yomonligidan payg'ambarimiz hatto qarzdor bo'lib qolgan odamga namoz o'qimaydi masalan. Janoza namozini tushirmaydi. Ashundaq bo'lg'achqa islom umumiylikcha qarz elishdan qechishga qiziqtirdi. Xususan o'zining hayotini go'zal yashash uchun qarz elishdan texnik tusaydi. Bijaran mashinasi koniti yangi mashina olaman deb. Uy kichikda men yo'g'a elib o'ltirdim deb. Ya bir joyga borib sayohat qilib keldim deb qarz elishchi qat'iy to'g'ri emas. Bundaq ishlarda bak diqqat qilish lozim. Chunki yangi mashinani elib ya uyni elib ulab ketib qolishi mumkin. Ondan varislari o qarzni berolmay, madam shu qarz bilan shu sunnab qolgan ish chiqdi. Jannatdan to'sirgan birdan bir omil. Shuning uchun o'zimda amal bo'lmagan vaqtda hayatını ötkizish uchun mesela yoki o'zining ko'z yetirgan bir tijorat mesela manda masalani yurgizish uchun qarz durust. Lekin men buni qanday qaytaraman degan o'ylagan asosda qarz olish lozim. Xususan haliqi o'ynaplam tugutish uchun qarz olmaslik lozim. Yoki yangi mashinani yangilash uchun degandek manda ishlar uchun
qarz almaslik lazım. Şaraiti bolsa yanılsın, bolmasa şu yanılmay konuşulsun. İkinci, qarzni algan vaqtda naiti mükemmel ravrus niyet qilish, irada bağlashmış qarzni qaytarishga. Çoxum men ma qarzni qaytarman deb niyet qilish lazım, irada bağlash lazım ve şundaqla qarzlarning pulini qanday qilsam tiz beraman deb bunun ma'lum planni tuzish lazım. Yani qarzda olib qolgan adam masalan bugungi kunda ayda 10 kilo go'sht yeydigan ish bo'lsa 7 kilo yeb 3 kiloning pulini yani ayish lazım. Ma'di gap shu ham. Cho'qim o'zining amal qilib balqa pul xajlashini biroz ratlab, pul xajlashini ratlab, xajlamaydigan yerga xajlamay, zarur bo'lgan yerga xajlab, amal qilib qarzini pul jug'lab, bir ishga az-azdan bo'lsa-mu, bir ishga tirishishni tamshilash lazım. Üçüncüsü nima desa, qarzni berishni o'zining har qanday ishidan cho'p ilgari qilish lazım. Yani o'zining ushaq-ushaq muomalardan bari keldisi o'zining kundalik hayotidagi har xil chiqimlar bo'ldi-ku, qilmisi bo'lmaydigan chiqimni qilish lazım. Qilmisin bo'ldigan chiqimni qilmaslik lazım. Hatta olimlarimiz qarzdorninki sadaq qilmasligi mustahab degan. Qarzda o'qagan adam 10 koy ya 20 koy ya 100 koy sadaq qilib men mukofot alay demasligi bu mustahab. Bu 100 koy pul olsa-mu, 100 lira olsun bunu jug'lab qarzni berishga tirishish lazım. Hatta İmam Şafii'nin qarashida, Şafii mazhabininki vel asah tahrimuhu. En kuchli qarash nima desa, qarzdorninki sadaq qilishi bu haram. Haram deb qargan. Nimishqa desa, Ebu Hureyre radıyallahu anhu bayan qilgan bir hadisda bir adam payg'ambarimizning yoniga kelib, "Ya Rasululloh, alayya hajjatul islam va alayya daynun." Men farz hajni qilmadim. Mening gadinimda farz haj va ham qarz va. Buning qaysini qilaman degan vaqtda payg'ambarimiz iqdi daynak. Sen başta qarzingni ado qil degan. Demak, qarzni ado qilish farz hajning oldida turgan. Rasulullohning hukmida. Unda bo'lgandan keyin farz hajning oldida turgan bir mas'ul bo'lgandan keyin bu eg'ir u nafl sadaqalni qat'iy qilmaslik kerak. Pul buzib hajlamaslik kerak qarzdor bo'lgan odam. Demak, buningdan umriga olmaslik kerak. Pul hajlab qarzdor odam o'zining yaqinlarini ya oilasini umriga avatmaslik lazım. Ömrü qilib keling deb. Şu ömrü qilsa bugungi kunda masalan Turkiyadan bo'lsin, az deganda bir yerdan $1000 pul ketiro. Az bo'lganda. Bu pulni şu qarz egasiga berish lazım. Ömrü qilish, masalan, hatta haj qilish bu ishning hech qaysini bu odam qilmaslik lazım. Qarz olib haj qilmaslik lazım. Qarz olib ömrü qilmaslik lazım. Bularning hammasi xafalıqqa mushkil kelib boradigan ish. Shuning uchun üçüncü dikkat qilishga tegish masala nima desa, o'zining har qanday ishiga qarzni berish menga nisbatan hammadan muhim ish mushu. Deyish lazım, ushaqcha sadaq qilmaslik lazım, umriga olmaslik lazım, hajga olmaslik lazım. Ta qachongacha desa, qarzni ado qilib bo'lmaguncha ma yuqoridagi ishlarni qilmaslik kerak. To'rtinchisi shu desa, to'rtinchisi qarzni kechiktirmaslik lazım. İmkoniyati bo'lsa. İmkoniyati bo'lsa qarzni qat'iy kechiktirmay darhol vaqtida berish lazım. Payg'ambarimiz maqlul g'aniy zulm. Aşu boy turib, ya'ni qarzni bera oladigan turib kechiktirishning o'zi mana bu zulm deganlik. Zolimlik degan payg'ambarimiz. Ash innalloha la yuflihu zolimun. La yuhlaku illa al-qawmuz zalimun desa Qur'oni Karimdagi shu zolimning ichiga kiradigan gapimdi. Ay nijot topolmaydigan, halok bo'ladigan, tugishadigan zolimning qatiga iqtidori bor turib, qo'lda pul bor turib, qarzni bermaslikning o'zi shu zolimning qatoridan qilib qo'ydi. Shuning uchun imkoniyati bor odam darhol qarzni berishga oldirish lazım. Beshinchisi nima desa, qarz bergan odamga rahmat deyish, uni shukr aytish. Eğer kudret yetse onu mukafotlash. Bizning adamlardan bugungi kunda qarz berib to'g'ichi yal yurib qarzni oldigan ish bo'ladi. Qarzni bergan odamdan
Tüverrek de olmasa teksal açığını keltirip koysa qazni bermeydim ağam pulni. Hatta urup koysa iş boldu. Sot qazi qeysam akmaydı eken Mehmet Türkiye'de. Urup koysa mesela pulumni verdi. O çağda sot qovasım akmaydı eken. Bunun asli mü'minin qildigan iş emas endi bu. Urushmi to'g'ri emas, lekin pulni berganga hamda unchalar sazoyi qildirib, tavba qildirib, buningdan keyin bir odamga qazi berib turamdigan degizmaslik lozim. Shukr aytish lozim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Abdullah ibn Rabi'a bayon qilgan bir hadisda bu kishi shunday deydi: "Mendan payg'ambar alayhisalom 40 ming pul qaz oldi" deydi. Uning dirhammi yo tengim buni bayon qilmagan hadisda. Qaz elib, keyin Rasulullahga pul kepti. Rasulullah'ın pulu. Man bu pulni qaytirib berdi. Qaytirib berib, "Barakallahu leke ve li ehlik ve malika." Sana Allah senin melingga, ailangga berkat bersin. Deb bulab Peygamberimiz "İnnema ceza'us salaf el-hamdu vel ada." Yani mujna qaz o'lib turgan odamga beriladigan mukofot nima desa, uning rahmat deyish ve pulini qaytirish lozim degan. Shuning uchun yana bir hadis Peygamberimiz Jabir ibn Abdullah bayon qilgan bir hadisda "Men istata'a minkum an yanfa'a akahu falyanfa'." Yani gapni xuloslasak, yuqoridagi gapni qandaq bir odam o'zining musulmon qarindoshiga manfaat yetkazish qodir bo'lsa, manfaat yetkazish lozim, buningga tirishish lozim. Oxirda demakchi o'g'lim Peygamberimizning bir hadisi "Rahimallohu rajulan samhan iza ba'a ve iza ishtara." Mushadisning oxirisida "iza qaba." Yani bir adam ağandı satqanda keng qusoq bo'lgan odamga Alloh rahim qilsin. Qaz berganda va qazni talab qilganda keng qusoq bo'lgan odamga Alloh rahim qilsin degan shu shunday qarz munosabati bo'lganlarcha keng qusoq bo'lash, birsi-birsiga qilgan yaxshilikni minnat bilan, azar yetkazish bilan baka qilib o'tmasligi har bir musulmon alohida tirishlik tegishlik masala. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Barliq yani hozirgi qiyin kunlarda har xil sabablar bilan qarz kelib qolgan barliq musulmon qarindoshlar bizning qarzini eng qisqa vaqtda ado qilishga Alloh muvaffaq qilsin. Amin. Hurmatli qarindoshlar, bugungi savol va javob nomli programmamiz bu yerda oxirlashdi. İnşallah kelarki hafta görüşmek umidi bilan hammalarni Cenab Allah Teala'ga topshirdik. Xayr, xo'sh, aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.